Bu voqea men dunyoga kelmasimdan ancha burun boshlangan edi. Mening Iskandar bobom xayolparast kishi bo'lgan va hamisha o'z ko'zi bilan ko'rib, sevgan ma'shuqasiga uylanishni orzu qilgan ekanlar. Hattoki sevgilisi ishqida har qanday og'ir sinovlarga bardosh berishga ham tayyor ekanlar. Xuddi Farhod yo Majnunga o'xshab. Biroq uning peshonasiga yozilgan taqdiri azal tamomila boshqacha bo'lib chiqdi. Bobom birinchi bo'lib Pari buvimga achinganlardan uylanibdilar. Uning toshpag'i zolim akalardan Oq podshoning 15 so'lkavoyga sotib olgan ekan. Men ana shu bobomning hayoti haqida baholi qudrat hikoya qilib bermoqchiman. Xayriyat, eson-omon keldingizmi mulla aka? Tinchlikmi o'zi? Darvoza nega ochiq turibdi? Akangiz mazalari yo'q. U salbib yotibdilar. Tayyib bilan mahallaning imomi tepalarda o'tirishdi. Tayyib paymonasi to'lgan, bugun emas ertaga yorug' dunyodan ko'z yumadi deyapti. Kenaya, siz mehmonga qarang. Yo'lda sharros yomg'irda qoldik. Bechara juda ham ivib ketdi. Pari, siz uyalmang. Oydin kenayim sizga endi opa bo'ladilar. Qani? Tusha qoling, aylanay. Bo'la qoling, o'rgilay. Ichkari hovliga o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling mulla Iskandar. Akamga nima bo'ldi? Akangiz eski dardi qo'zib qolgan. Ochig'ini aytsam, u kishining butun ichki a'zolari ishdan chiqib bo'lgan. Axir o'zingiz doim tuzalib ketadilar deb aytardingiz-ku. Aytganman. Lekin akangiz iltimosiga ko'ra. Hammasi Allohning irodasi. Tavba. Mulla Iskandar. Akangiz hech nimani unutmadilar. Siz kelmasingizdan sal oldin akangiz o'z vasiyatlarini bizga bayon etdilar. Kim dedingiz, aylanay? Men Iskandar akamning xotiniman.
Bechorani isitmasi bor shekilli, alaklayapti. Hech ham alaqlayotganim yo'q. Iskandar akam meni akalarimga qalin puli berib xotin qilib oldilar. Dang'ara qishlog'ida domla bizni shariat bo'yicha nikohlab qo'ydi. Voy, Iskandar akamlar keyin albatta to'y ham qilamiz deb aytdilar. Rostdanmi? Yolg'on gapirsam til tortmay o'ling. Voy xayriyat-ey. Mulla akamiz ham axir uylanibdilar. Akangizning vasiyatiga ko'ra basharti u kishi jon taslim qilib Dorul Baqoga rihlat etsalar, u kishining ikkala zavjalari sizning mahringizga o'tirlar va shariat qonuniga ko'ra sizning xotiningiz bo'lurlar. Akangizning mol davlati, hovli joyi, ro'zg'or ashyolariga siz egalik qilursiz. Aylanay. Sizni kelishingiz shunday kunga to'g'ri kelib qopti-ya. Men endi uyimga qaytib bormayman. Shunday qilib Iskandar bobom bir kunning o'zida bir varakayiga 3 ta xotinli bo'lib qopti. Janoza kunlari va hovldagi o'zaro o'ng'aysiz munosabatlar muhitida tashkil topgan bu yangi oila hayoti kunlar o'tgani sayin asta sekin o'z o'zaniga tusha boshladi. Amin. Allohu akbar. Ertaga Chig'atoyga boraman. Karim Kunchiga o'sha yerdan bir arava teri olib bermoqchiman. Yaxshi haq to'layman deyapti. 2 kundan keyin qaytaman. Agar ro'zg'orga biron narsa kerak bo'lsa aytinglar. Chig'atoyda yaxshi bozor bo'lar ekan. O'sha yerdan olib beraman. Xo'p bo'ladi, begim. Ma'zur tutasiz. Bir iltimosim bor edi. Gapiring keling. Kechirasiz. Bo'lib bo'lmang. Hammamiz ham ko'nik olmay qiynalyapmiz. Men ham ba'zida begim deyish o'rniga mulla aka deb deyman. Xo'sh. Nimani so'ramoqchi edingiz? Agar iltimosim bemavrid bo'lsa, yo dilingizga qattiq botsa, zaifangizni kechiring. Lekin hayotga monelik qilib bo'lmas ekan. Mastura bilan ikkovimiz kelishib, siz roziligingizni olmoqchi bo'ldik. Mana asosiy ma'rakalar ham o'tib bo'ldi. Shunday ekan, to'yni ham kichkinagina qilib o'z oilamiz davrasida o'tkazib olsak yomon bo'lmasdi. Parining yangi hayoti motamxonada o'tmasin deyman-da. Yaxshi o'ylabsiz. Nega rozi bo'lmas ekanman jonim? Siz hali shunaqamisiz Oydinxon? Saxovatli qalbingizga tasanno azizam. bo'ldi Sina. Yuring.
yuvib bo'lganim yo'q-ku. Ertaga yuvamiz. Yoting. Uxlaymiz endi. Voy, begim bo'lsalar kerak. Darvozani tezroq ocha Qani qoling. siz ichkariga kiring. Menga bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Ertalabdan beri ish qilib bugun yetib kelsinlar deb yo'lingizga ko'chtikka o'tiribmiz. Rahmat. Voy, Kelin bola ko'rinmaydilarmi? Iye. Hali begimmi xabarlari yo'qmi? Kerim bola to'ygacha jamolini qalag'iga ko'rsatishi mumkin emas. Qani, to'rga o'ting. Joyiz begizni yonida. O'tiringlar. Qani omin. Iloyo qo'sha qariylar. Parvardigor sizlarga qo'sha pahlavon o'g'illar u oyjamol qizlar ato etsin. Amin. Allohu akbar. Qani, endi kelinga degan sovg'angizni bermaysizmi, kuyov? Garchi bu sovg'am niholdek yosh dilbar qaldig'imni charosdek ko'zlari bilan bir qiyo boqishiga arzimasa ham, men buni chin dilimdan tuhfa etaman mahbubamga. Rahmat begim. Bugun men bu yosh qaldig'imni onalik mehri bilan o'z bag'rilariga olgan, yomon kunlarda achchiq so'z aytib uni dilini ranjitmagan mehribon xotinlarimni ham unutmadim. Bu sizga. Rahmat begim. Bu sizga. rahmat begim. Voy, buni qarang, chiroyliligini. Buni qarang. Bobom saodatda va farog'atda o'tgan dastlabki shodiyona kunlari haqida hikoya qilarkan, o'zi bilan buvlarim o'rtasida yuz bergan eng muqaddas ilohiy yakdillik haqida, hammalarni o'z og'ushiga olgan jamil-jamlik haqida aniq va mufassal bayon qilardilar. Ularning bu tinch va osuda hayotiga hech qanday yovuz kuch rahna solishga, uni barbod qilishga qodir emasdek tuyulardi. Раненый? А что вы за люди? Oching Что вам tezroq. нужно? Yonimda yarador odam bor. Yarador? Kimsizlar? Sizlarga nima kerak? U ko'p qon yo'qotgan. Bizga yordam bering.
Darvozani yop, tezroq. Uyingda yana kim bor? Hech kim, faqat xotinlarim. Uyingga olib kir bizni. Предатели. Кругом. Где это его так? Полицейский. Nima bo'ldi unga? Politsiyachini qilichi tegib ketdi. Обойдется. Я видел у тебя во дворе арбух. И лошадь есть. Hovlingda arava ko'rdim. Oting ham bormi? Есть арба. И лошадь есть. Нас Bor. ищут. К утру должны угомониться. Bizni Ближе к рассвету qidirishyapti. отвезешь нас куда скажешь. Azonda bizni aytgan joyimizga olib borib qo'yasan. Неприятности из-за вас. Будут. Sizlarni deb baloga qolmasamidi? Если Mahmadanalik qilsang, baloga qolishing turgan gap. тишине, Xotinlaringni qo'yniga kirib, в окружении beg'am своих betashvish yashayapsan. Мы Biz bo'lsak, seni kelajaging uchun qon to'kib jang qilyapmiz. Но я вовсе не хочу, чтобы Men uchun, a? проливал за мое счастье. Meni baxtim uchun birovni qon to'kishini istamayman. Это скорее вы. Aksincha, sizlar meni yordamimga muhtoj bo'lib turibsizlar. А тебе это не нравится. Кому может нравиться Uyingga чужая kelganimiz yoqmadi shekilli. А ты случайно русскому Birovni языку не в kulfati охранном kimga yoqadi? отделении обучился? Sen bizni tilni, chor hukumatini охранкasida o'rganganmisan? Куда? Tushunmadim. Я отвезу вас. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Olib borib А qo'yaman. оружие ваше спрячьте. Sizlar yotib uxlayveringlar. Qo'rqmanglar hech narsadan. Qayerga keldik? Temir yo'l ustaxonasi yaqiniga. Butun ustaxonani putini chiqarib yuborishdi. Semyon bilan ukasini tutib olib ketishdi. Mark, sen haqiqiy qahramonsan. Rahmat og'ayni. Revolyutsiya bu yordamingni yodidan chiqarmaydi. Isming nima? Iskandar. Demak, bizningcha Aleksandr, Sasha. Meniki esa Volodya. Bo'p, tamom bo'l. Ha, bu inqilob edi. Men tarixchi emasman. Lekin bilishimcha, 20-yillarning o'rtalarigacha bolsheviklar Turkiston o'lkasi bilan qanday mashg'ul bo'lishni bilolmay yurdilar. Shuning uchun ular joriy qilgan tadbiriy tashviqotlik faoliyati ancha vaqtgacha Turkistonda inqilobning asosiy belgisi bo'lib xizmat qildi. Только жалкие гроши и побои своих хозяев. Но теперь не будет хозяев и рабов. Теперь не будет баев, не будет батраков. Отныне вы сами хозяева своей жизни. Вы сами можете строить свою жизнь и свое государство, и свой социализм. Социализм Сашка! – это власть социального Сашка, иди большинства, сюда! а социальное большинство в многострадальном Туркестане, окраине Российской империи – это вы. Сашка, иди Поэтому сюда! отдадим нашей революции все силы. Послужим ей до последней капли крови.
Привет! У меня дело к тебе. Видишь, Ko'ryapsanmi, boshlandi. теперь назад не повернешь. Senda gapim bor edi. Xato'roq gapir, eshitmayapman. Gapim bor deyapman. Gapirmoqchimisan? Bu yoqqa chiq. O'rtoqlar, hozir o'rtog'imiz oddiy bir aravakash gapirmoqchi. U gapirishga tayyor emas. Eshitib ko'r, bu milliy kadr. Shoshmanglar, nima qilyapsizlar? Gapir, gapir. Gapirsang-chi! Haloyiq. Men inqilob degan so'zni birinchi marta o'z otamdan eshitganman. Otam ilmli odam, jadid bo'lganlar. O'shanda men 5 yoshlarda edim. Otam menga o'qishni, yozishni, to'g'ri va ma'nili gapirishni o'rgata boshlagan edilar. Uyimizda kitoblar ko'p bo'lardi. Illo men ulardan birontasini ham o'qiy olmadim. Nega desangiz, otamni hibsga olib Rossiyaga surgun qilishdi. Otam o'sha yoqlarda nobud bo'ldilar. Хорошо, Сашка, не молчи, говори, говори! Ko'cha-ko'yda, bozor o'charda valaqlashib, vaqtimizni bekor o'tkazishni bas qilaylik endi. Axir biz bekorchi xo'jalar emasmiz-ku. Mehnatkash xalqmiz. Inqilob bizga erk berdi, yer suv berdi. Hozir Bobom mana shu tarzda inqilob og'ushiga kirib bordi. Voy tavba, kap-katta odam ham osmonga otishar ekanmi? Ichi qoling. qandoq bo'lganini o'zim ham sezmay qoldim. Birdan meni ilib olib osmonga ota boshlashdi. Ish qilib hech qayeringizga shikoyat etmadimi? Yo'q, qo'ysangchi. Ular yaxshi niyatda irg'itishdi meni. Avvaliga o'zim ham esankirab qoldim. Tumonat odam deng. Hamma meni og'zimga tikilib turibdi. Qiziq, shuncha so'zni qayoqdan topdim ekan? Bizni to'g'rimizda biron nima bila oldingizmi? Volodya bugun kechqurun Revkomga kelgin deb aytdi. Menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Volodya ham, Markam ularni kattalariga o'xshaydi. Ish qilib yaxshilik bo'lsin-da. Revkom. O'sha kuni Iskandar bobom bunday uchrashuvga unchalik e'tibor bermagan edi. Xayoli boshqa tashvishlar bilan band edi. Keldingmi? Ha, kutib o'tiribman. Gap bunday. Ertaga ertalab soat 6 da jangovar holatda shu yerga kelasan. Seni bir ovozdan Qizil karvonga ham agitator, ham aravakash qilib tasdiqlashdi. Tushunarlimi?
Meni masalam nima bo'ladi? Qanaqa masala? Oilam masalasi. Nima bo'pti oilangga? Hech nima. Lekin odamlarning gapiga qaraganda faqat bitta xotin bo'lish kerak ekan. Menda esa 3 ta. Tushunarli. Xo'sh, nima istaysan? Hech nima. Ular men bilan qolishsin. Og'ir masala. Bo'lmasa bunday qilamiz. Hozir Qizil karvon bilan jo'naymiz. Toshkentga qaytganimizdan keyin bir ilojini qilarmiz. O'ylayverma. Hozir eng muhimi revolyutsiya oldida xizmat ko'rsatib obro' qozonish. Bu juda muhim va jiddiy masala. Lekin mitingda juda yaxshi gapirding, barakalla. Mana u toy paxtalar ustiga o'ralgan matoda hali ham eski muhr turibdi. Patapov va Sadilla degan ko'rdinglarmi? Lekin bular hammasi sizlarni paxtangiz. Sizlarni va inqilobni paxtasi-ku. Patapov allaqachon Xitoyga qochib ketgan. Sadulla bo'lsa, shu yaqin atrofda o'z bosqinchi to'dalari bilan itday izg'ib yuribdi. U mana shu paxtalar uchun sizlarni teringizga somon tiqishga, hattoki tiriklayin yerga ko'mishga tayyor. Ertaga bizni Qizil karvon Toshkentga yo'l oladi. Bu karvon sizlar uchun un, shakar, tuz, guruch, kiyim-boshlar uchun matolar, uylar va maktablar qurish uchun g'isht va yog'ochlar. Qizil karvon bilan qilgan safari bobomni ancha vaqtgacha oilasidan judo qildi. U uyini juda ham sog'indi. Vaqtin-vaqtin u o'zini inqilob qozonida mutlaqo yolg'iz his qila boshladi. Endi so'z Qizil karvonimiz komissari o'rtoq Markka beriladi. O'rtoqlar, hozirgi shafqatsiz kurashlar davri bizdan dushmanlarimizga nisbatan qattiq qo'l bo'lishni talab qiladi. Lekin ayni chog'da bugungi sharoit bizni sergak bo'lishga, revolyutsion hushyorlikni yo'qotmaslikka chaqiradi. Bordi-yu, oramizda yanglishgan o'rtoqlar bo'lib, ularni to'g'ri yo'lga solishning revolyutsion imkoniyati bo'lmasa, ularni harbiy davrning beshafqat qonuniga binoan jazolamog'imiz shart. Men hozir sizlarga dala sudining sobiq kommunist Ryabov ustidan chiqargan hukmini o'qib eshittirmoqchiman. O'qi. O'qi. Bir vaqtlar kontrrevolyutsioner Patapovniki bo'lgan paxta zavodida uya qurgan, kontrrevolyutsion unsurlar bilan xiyonat til biriktirib, revolyutsiyaga xiyonat qilgan sobiq kommunist Ryabov otishga hukm qilinsin. Hukm qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. Ребята, что вы делаете? Что вы делаете? Марк! 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 Что вы? Марк! Да здравствует революция! Uyg'onmisan? Endi Volodya siz nima qilamiz? Qayg'urma, uni vazifasini sen bajarasan. Nima? Eplaysan, masala hal bo'lgan. Balki Volodyaning gapi to'g'ridir. Yo'l xatarli. Sadulla shu atrofda izg'ib yurganmish. Sen ham o'shani gapini gapiryapsanmi? Nima? Seni ham otishsinmi? Paxta hosili aytilgan muddatda Toshkentga yetib boradi. Nega Ryabovga achinayotganingni bilaman. U seni illatlaringni yashirib kelgan edi. Bu qilmishi uchun uni qayta tiriltirib boshqatdan otish lozim. Bildingmi? Bor. Men uxlab olishim kerak. Karvon
Ertalab yo'lga chiqadi. Vassalom. Erta tongda yo'lga chiqqan qizil karvon Sadullaning odamlari tomonidan tormor etilib, yondirib yuborildi. İskender, ko'rding-ku, bu Sadulla emas edi. Söyle. Kutub turibman qo'y. Tushunmadim. Nimani gapirishim kerak? Tushunmadim. Neni tushunmaysan? Qizil karvanning sobiq komissari sabotajchi Mark beni otib taslamagani uchun Sovet hukumatiga rahmat ayt. Rahmat. Mana zaявлениеңді o'qib chiqdim. Nemne Toshkentga ketib jatırsın-ba? Ha, uyim o'sha yerda. Uyboy, onda mening ovulim qayda? Sovet hukumati seni kanal stроительствосiga agitator qilib jo'natib жатыр. Sho'ldagi odamlarga suv kerak. Mana al. Tiflim kesel bo'lsam, atib tastayman, tushundingmi? Ana u kim u, a? Umi, ana bir qo'ycho'loq o'sar-ku. Bir qo'li bilan nima ish qilib berardi? Kanal qurish ham bobomning o'z xotinlari bilan diydor ko'rishini deyarli yana 1 yilga orqaga surib yubordi. Amaki, hamma mitingga ketdi. Bu orada hayot o'zgardi. Hikoyam qahramonlari qatoriga yangi qahramonlar qo'shildi. Dugonalarim, egachi singillarim, yetar shuncha vaqt zulmatda yashaganimiz. Yetar to'r devor ichida o'tirganimiz. Tokaygacha to'ridan bo'ri yaqin bo'lgan erlarimizga cho'rlik qilamiz. Yetar, biz ham ozod bo'lishni istaymiz. Ming la'nat bu paranjiga. To'xtanglar.
to'xtanglar, qarab ketyapsizlar. Ozodlikdan yuz o'girmang. Ozodlikni baxsingiz. To'xtanglar. To'xtalaring. Ey espas xotinlar. Iskandar aka, men sizni tanidim. 1 yil oldin Rivkom oldagi mitingda sizni ko'rdim. O'shanda sizni osmonga otib qutlashgani esingizdami? Chiroyli nutqingizni eshitib, sizga ixlos qo'yganman. Meni ismim Asqar. Yaxshimisiz? Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Ha, eskilik illatlarga qarshi kurashyapmiz. Siz odamlar tarqab ketishdi-da. Bir chiroyli so'zlab bergan bo'larmi deysiz? Inqilobning otashin kurashchisi bo'lishga ruhlantirish, odamlar qalbiga yo'l topa bilish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. To'g'rimi, Iskandar aka? Uzr, men boray. Raykomga keling. Albatta keling. O't o'chirlaring. Begim, bizni holimiz nima kechadi endi? Nahot bizning ham paranjilarimizni yoqirsa, yuzimizni ochib ko'chaga chiqishga majbur qilsa? Voy o'lmasam, isnot-ku. Barkat tarafda bir odam isnotga chidolmay uyini ham, oilasini ham yoqib yuborganmish. Qo'rqmanglar. Qo'rqmanglar. Hayot o'zgarib ketdi. Juda ham o'zgarib ketdi. Lekin hech qanday kuch bizni bir-birimizdan ajrata olmaydi. Hech qanday kuch. Mastura buvim hikoya qilib bergan bu hodisaga o'xshagan voqealar o'sha paytlarda tez-tez uchrab turgan bo'lsa ham, Iskandar bobom falokatning shiddat bilan yaqinlashib kelayotganini daf'atan payqagan edilar. Bobom o'sha o'z uyi va oila a'zolarini tamomila sovuqqonlik bilan yoqib yuborgan. Parkentlik kishini ko'z oldilariga keltiribdilar. Ko'z oldilariga keltiribdilar u o'z oilasini, xotinlarini sog' omon saqlab qolishi lozimligini tushunibdilar. Jonimni tikib bo'lsa ham ularning baxtiga gard yuqtirmayman deb ahd qilibdilar. Salom Iskandar aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Meni kotib chaqirtirgan ekanlar. Ha, xabarim bor. Nimadandir cho'chayotganga o'xshaysiz. Yo'q, nega? Chaqirtirgan ekanlar, kelyapman. Yaxshi, o'zim kuzatib qo'yaman. Marhamat. Rahmat. Tinchlikmi o'zi? Shunchaki kundalik ishlar. Marhamat. Maryam Fozilovna, kechirasiz bezovta qilganimiz uchun. Chaqirtirgan ekansiz Iskandar akammi? Mana keldilar.
tanishgani. Buxorodan keldingizmi? Ha. Men u yerda kanal qurilishida ishladim. Undan oldin gospitalda yotuvdim. Undan oldin esa bosmachilar tormor qilgan qizil karvon safida bo'lgansiz, shundaymi? O'shanda biz dushman pistirmasiga duch kelgandik. Jangda qo'limdan jarohat oldim. Sovet hukumati esa o'sha kuni 50 ming put paxtadan judo bo'lgan. Komissar o'zini otgan. Uning oti Mark edi. Ha. Partiyaga gospitalda qabul qilishdimi? Ha. Siz firqa sho'basi a'zolariga oilaviy ahvolingiz haqida ma'lumot berganmidingiz? Menga bunday savol berishmagan edi. Men qizil karvonni himoya qilib yaralanganman. Aynan mana shuni nazarga olib partiya xotinlaringiz masalasini o'zingiz hal qilishingizga imkon bermoqda. Faqat cho'zmang. Ketsam bo'ladimi? Yo'q, ketmang. Biz bilan borasiz, bu foydadan xoli bo'lmaydi. Yaxshi fikr. Bo'lmasa biz ketdik. Marhamat. Xo'sh, qalay kotibamiz? Men uni ilgari ham qayerdadir ko'rgandayman. Uni 12 yoshli bir sutxo'r cholga ergi berishgan ekan. Cholini xo'rlab qattiq kaltaylar ekan. Marhamat. Bu xo'rliklarga chidolmagan kotibamiz inqilob kelishi bilan cholni o'z qo'li bilan otib tashabdi. Maryam Fozilmi? Marhamat. Hamma tayyormi? Ketdik. Ketdik. Qayerda qoldik-ki-na? Maryam Fozilovna. To'xtang. Maryam Fozilovna. To'xtang. Bitta ham xotin yo'q. Hammalari bekinib olishgan. Faqat 5-6 ta erkakkina sizni kelishingizni eshitib to'planishdi. Chiyillama. Yarim soat vaqt beraman. Xotinlarni yig'ib guzarga olib kel. Joningda quroling bor. Bo'ladi. Maryam Fozilova, bir ikkita odam qo'shib yuborsammikin? Nima deysiz? Keragi yo'q. O'zi yetlaydi. To'xtanglar. Orqaga qayting. Orqaga qayting? Nimaga endi? Gaplashgani kelganmizmi? Gaplashaylikchi. O'tkazbor. Gapirsin. Qolganlar shu yerda tursin. Ovozingizdan yoshgina juvonga o'xshaysiz. Qani menga ayting-chi. Chindan ham shu yerda. Biz erkaklarning oldida yuzingizni ochmoqchimisiz? Ha. Bizdek nomahramlar ichida-ya? Ayollarimiz oldida-ya? Ha. Faqat shuni deb shuncha uzoq yo'l bosib keldingizmi? Ha. Asbaroy xudo bu qilayotgan ishlaringdan yaxshilik chiqmaydi. Yaxshisi tinchgina uylaringga qaytib ketinglar. Hech qayerga ketmayman. Sen xudoni g'azabiga uchrabsan.
Endi hech qachon gunohga botmaysan. Nima? Qaytlaring! Orqaga! Orqaga qaytlaring! Orqaga! Begim, Muncha kech qoldingiz, begim. Juda sog'indik, begim. Maryamxon. Meni tanidingizmi? Qo'y. Hozir gapirmang. Meni ko'rgani kelganingiz uchun katta rahmat. Tanishing, bular Oydin, Mastura, Pari. Tushundim. Chiqing, ko'chada kutib turing, ular sizdan iymanishyapti. Sal tuzalib oling, men sizni o'zim hammomga olib boraman. Otday bo'lib ketasiz, tezroq tuzaling, bizga kerak hali. Garamam ancha tuzalib qoldi. Hademay bitib ketadi. Bekorga ovora bo'libsiz-da, Maryam Fozilovna. Voy begim, nega mehmon ichkariga taklif qilmayotibsiz? Ha. Qani singillar, darrov choyga qaranglar. Qozon tagiga o't yoqib ovqatga unninglar. Xo'p, bo'ladi. Bizni xafa qilmang, aylanay. Begim, mehmon ichkariga taklif qiling. Maryam Fozilovna, marhamat. Sizga nima bo'ldi? Sizni o'z uyimda ko'rib turganimdan xursandman. Sizni Revkomda kutaman. Gapim yodingizda bo'lsa kerak. Ketib qoldilarmi? Demak, gap bunday. Sharoitni o'zingiz yaxshi tushunib turibsizlar. Bundan buyon biz birga yasha olmaymiz. Men sizlarni javobinglarni berishga majburman.
Xo'sh, nima qarorga kelib to'xtadingiz, o'rtoq Iskandar? Oilangiz masalasida. Ularni ko'chaga haydab yubora olmayman. Hozirgi vaziyatni tushunib yetishlari uchun vaqt kerak. Qancha? Nima? Qancha vaqt kerak sizga deyapman? Gapingizga tushunmadim. Partiya oldida ko'rsatgan xizmatlaringizni inobatga olib, oilaviy ahvolingizga alohida yondashishga qaror qildik. Sizga sizni ko'p xotinli bo'lishingizga monelik qilinmaydi degan mandat beriladi. Bu mandat xotinlaringiz bilan tarbiyaviy, ma'rifiy ishlar olib borishingiz uchun vakolatnoma bo'ladi. Ammo bilib qo'ying, xotinlaringiz ongini o'tmish sarqitlardan batamom tozalashingiz shart. Maryam Fozilna, bu qilmishingiz uchun baloga qolishimiz mumkin. O'shanda sizni qarshi chiqqan edi deb aytaman. Yodingizda bo'lsin, bu ishni bajarishingiz uchun uzoq vaqt berilmaydi. Bugundan e'tiboran oilangiz doimiy nazoratda bo'ladi. Maryam, atayimmi yo yo'qmi, har holda bobomning hasrat va tashvishlardan orom olishiga imkon berardi. Bu bobom uchun ajabtovur tuhfa bo'lib tuyulgan edi. Повторим еще раз. Ма, ма, ра, ма. Это вы... Keling, yaxshimisiz? Xabarim bor kelishinglardan. Salom. Paranjinglarni yechinglar. Bu yerda erkaklar yo'q. Derazalar ko'chaga ochilar ekan. Mayli, yetishmasa yetishmasin. Tanisha olaylik. Ismim Natalya. Sizlarnikichi? Ну хорошо. Познакомимся позже. Kiringlar qizlar, tortinmanglar. Olib ketgani qachon kelay? 6dan oldin kelmang. Ruschani bilishadimi? Unda internatsionalni o'rganishdan boshlaymiz. Qiyin bo'lmasmikin? Hech qisi yo'q, o'rganib olishadi. Xo'p, xayr. Ну я пошел. Буду в 6. Хорошо. Спасибо вам, Наталья. До Men свидания. ketdim. 6da kelaman. Xayr. Вот новость. Ты что, плачешь? Bu qanaqasi bo'ldi, qizlar? Милая моя, успокойся. Yig'lamanglar. Yig'lamanglar. Ну, успокойся. Qiynalmadinglarmi? Ayniqsa o'ris tiliga ko'proq e'tibor berish kerak. Bugungi kunda o'ris tilini bilmay hech qayoqqa borib ham, hech narsaga erishib ham bo'lmaydi. Sizlarni butun kelajagingiz o'ris tilini qanchalik puxta o'zlashtirishingizga bog'liq. Aytmoqchimanki, bu tilni hech ham erinmay o'rganinglar. Xiyol vaqt o'tmay tolibalar yig'inib tark etdilar. Ular qanchalik qunt va ishtiyoq bilan o'qisak, shuncha tez oilamizni tinch qo'yishadi deb o'ylashardi. Русский язык – это язык объединения, язык науки, литературы, язык культуры.
Именно с русским языком мы связываем и приход в Туркестан нашей Великой Октябрьской революции. Bu paytga kelib, mening Iskandar bobom jamoa oldida nutq so'zlash, va'z qilish havosini juda olgan edi. Ayniqsa Maryam ishtirok etgan yig'inlarda bobom bulbul go'yo bo'lib ketardilar. Ленин. И я горжусь тем, что я, узбек, говорю на этом языке. Да здравствует русский язык! Rahmat Iskandar aka, zo'rlik bo'ldi. Rahmat. Erkin aka. Qishloqda ham rus tili ahamiyati kuchli ekanligini odamlarga tushuntiring. Albatta, albatta. Rahmat Iskandar aka. Yo'q demasangiz, mashinada bir sayr qilib kelardik. Mening tug'ishgan Maryam buvim shunaqa ayol edilar. Xo'sh, aravakash. Meni 4-chi xotin qilib olasizmi? Olaman. Ishonmayman. Ishonmang. Siz faqat meniki bo'lasiz. Men sizga o'g'il tug'ib beraman. Unda meni o'ldir. Yaxshi. Bu nima qiliq? Bu jarohat men tufayli bo'lgan. Istamayman uni bitishini. Esingni yebsan. Hozirgina o'ldirishimni istagandingiz shekilli. Boshi kaldir, tabi nozik, hayo do'stlar, har kun bitta yangi xotin olg'isi kelur. Uni qolsa eski xotin, voy voy do'stlar, shu holiga yosh qizlarni olg'isi kelur. Boshi kaldir, tabi nozik, hayo do'stlar, har kun bitta yangi xotin olg'isi kelur. Ovozi jaranglashini qarang. Qanday qudratli. So'ra. Asqarjon, siz meni qalbimda ajib hissiyotlarni uyg'otdingiz. Bu yerda shunday nutqlar aytish mumkinki, ha, jadidlar bahs va munozaralarni aynan shu yerda olib borishsa bo'lar ekan. Vaholanki bu yerni tog'oralarning jarangi obod qilib yotibdi. Kayfiyatingizni tushunaman Iskandar aka. Lekin afsuski faqat hech kim yo'q chog'dagina mana shu yerda ilhom baxsh sukunatni uchratasiz. Ulardan bu yerga qadriga yetishingizni. Majlislarda, mitinglarda olomon sizni nutqingizni jon qulog'im bilan tinglashini ko'rib hayron qolardim. Chunki sizda olomonni boshqarish, uning tafakkuri, g'ayratini to'g'ri o'zanga solib yuborish layoqati, ya'ni hukmbardorlik iqtidori bor. Qo'ysangizchi. Agar bilmoqchi bo'lsangiz aytishim mumkin. Notiqligim siri oddiygina. Har safar minbarga chiqqanimda avvaliga qiynalaman. Keyin olomon ichidan aniq bir shaxsni ko'zim bilan topib olaman u unga murojaat qilib gapga tushib ketaman. Lekin o'shanda Revkom oldidagi maydonda so'zga chiqqanimda ochig'ini aytsam o'z xotirlarim Oydin, Mastura, parilarning jamolini ko'z oldimga keltirgan edim. Chunki ular hamisha mening eng sadoqatli tinglovchilarim bo'lishgan.
Kotibamizchi? Kotibamiz? U inqilob farzandi. Men inqilobga, uning g'alabasiga bu ayolchalik sodiq bo'lgan odamni hali ko'rmaganman. Gapingiz qabr ustida aytiladigan nutqga o'xshab ketdi. o'n yil oddiy aravakash bo'lib ishlaganingizga sirayam ishongim kelmaydi. Ha, 10 yilcha aravakashlik qildim. Onam aravakash qizi bo'lgan ekan. Shu sabab bo'ldi shekilli aravakashlik qila boshladim. Tarjimai holingiz juda ibratli, Iskandar aka. Chor hukumati tomonidan qatl etilgan Jadidni o'g'li bo'lgansiz. 10 yil aravakashlik qilib inqilob boshlanishi bilan uning tashviqotchisi, otashin xalq notig'i bo'ldingiz. Faqat qittakina lekini bordi. Oilaviy ahvolingiz. Men esa savdogar avloddanman. Xuddi payg'ambarimizga o'xshab. Bolaligimni qanday o'tganini bilsangiz edi. Otam meni Peterburgga, Varshavaga olib borardilar. Xudo sizga shunday buyuk qobiliyat ato etgan. Siz bo'lsangiz, qayodagi ishlarga aralashib yuribsiz. Ну, как дела у наших новичков? Девочки просто Ajoyib молодцы, qizlar Марья ekan. Павловна. Darslarni yaxshi o'zlashtirishyapti. Siz Masturasiz, a? Ha, xonim. Говорите, Марьям Фазыловна, или просто товарищ. Sizni judayam qobiliyatli deb eshitdim. По математике, Марьям Фазыловна. Siz ismingiz Oydin, a? Ha, xonim. Sizni ismingiz Pari. Kitob o'qishni yaxshi ko'radigansiz, a? Ha, lekin hijjalab o'qiyman. Yangi kutubxonamizda ishlaysizmi? Rahmat, xonim. Tabriklayman. Hammasi ko'ngildagidek. O'ylaymanki, singlimiz Masturaxon Kiyevga borib, Rafakda o'qishga loyiq juvon. Qayoqqa dedingiz? Kiyevga, Rafakka 1 yillik kursiga. O'sha yerishni. Mastura hech qayoqqa bormaydi. Tushunarlimi? Hech qayoqqa. Nima dedingiz? Mastura umrida Toshkentdan tashqariga chiqmagan. Hattoki uydan ham faqat yaqindan beri ostona xatlab chiqa boshladi. Arzimagan bahona bilan xotiningizni ilm olishiga qarshilik qilmoqchimisiz? Yo'q. Menimcha biroz kutish kerak. Yetar shuncha kutishlik. Xotiningiz 19 ga kirdi. Uni endigina savodi chiqdi. Kommunist bo'la turib yo'liga to'g'anoq bo'lasizmi? Maryam Fozilovna, ishoning axir. U bunaqa uzoq yurtga bora olmaydi. Musofirchilikda nobud bo'ladi. Masala hal, boradi. Iskandar aka, sizni kutamiz. Ты чего плачешь, дуреха? Мир увидишь. Все будет хорошо. Qo'ying, Masturaxon. Qo'ying. Bugun biz eng yaxshi o'quvchilarimizni ilm olgani jo'natyapmiz. Ular bizning umidimiz. Aminmanki, yaqin yillarda aynan shu yigit qizlarimiz bizning fanimizga, tibbiyot va ma'rif maskanlariga rahbarlik qiladilar. Bugun ma'rifat deb nomlanuvchi uzoq safarga jo'nab ketayotgan yigit va qizlarimiz endigina ko'z ochgan ilm bahorining birinchi qaldirg'ochlari, kommunistik madaniy ong davrining birinchi darakchilari bo'ladilar.
Biz ishonamizki, bu yigit qizlarimiz ona yurtlariga qaytib kelib, o'z ilmlari bilan kommunizm ishiga astoydil xizmat qiladilar. Biz sizlarni kutamiz, aziz talabalar. Oq yo'l sizlarga. Masturaxon. Xudo xayringizni bersin begim. Meni hech qayerga yubormang. Bo'lay agar men u yonida o'lib ketaman, begim meni jo'natmay buraman. Tinchlang. O'zingizni qo'lga oling. Yo'lda ehtiyot bo'ling. Allohning panohiga. Hali shunaqami? Zaifangizni kechirasiz begim. Illo men sizdan bir narsani so'rashga majburman. Nimaga anu ayol bunday qildi? Nimagaki u bizning oilamizga kirmoqchi. Ammo buni iloji yo'qligini yaxshi biladi. Hali siz shu ayolni deb Masturxonni tutgani tagiga jo'natishlarga rozi bo'ldingizmi? Yaxshi yotib turing. Молодцы, уже получается. Продолжайте. Здравствуйте, Марьям Фазыловна. Ассаламу алейкум. Салам. Вот, проводим занятия по шитью. Я могу с вами поговорить? Да, конечно. Пройдемте, пожалуйста. Айдын, продолжайте работу. Натальяga yordamchi bo'lishlayapsizmi? Barakalla. Айдын прекрасная помощница. Parik qayerda? Parik kutubxonada ishlayapti. Я сейчас подойду к вам. Марьям Фазиловна, bo'la qoling tezroq. У меня нет никаких сомнений. Поздравляю. Спасибо. Хайр. Хайр. До свидания. До свидания. Mening e'zozli Oydin buvim. O'shanda ham yuz berishi mumkin bo'lgan falokatni birinchi bo'lib his qilgan edi. O'rtoqlar,
buyuk revolyutsiyamizning 20 yilligiga bag'ishlab o'tkaziladigan sport bayramimizda vatanimiz posbonlari bo'lmish dengiz va havo flotlari o'z kuch-qudratlarini namoyish etishlari uchun bizlar bor kuchimizni ayamay fidoyilik ila safarbar etishimiz lozim. Yodingizda bo'lsinki, sport davlatimizning poydevori bo'lmish yosh avlodni sog'lom va baquvvat bo'lib yetishishida va sog'lom tandagi sog'lom aql bilan kommunizm Assalomu alaykum Iskandar aka. Salom. Tinchlikmi? Bugun kechqurun sizni GPOga chaqirishadi, suhbatga. Meni? Ha, sizni. Bu yerda siz bir xatga imzo chekishingiz kerak bo'ladi. Bu xat Maryam Fozilova to'g'risida. Qanaqa xat ekan? Bu xatda raykom kotibasi Maryam Fozilova Fozilova muntazam ravishda sizni shantaj qilgani va shu bilan birga o'ziga majburan o'ynash qilmoqchi bo'lgani haqida yozilgan. Nima deyapsiz? Esiz joyidami? Maryam Fozilova qamoqqa olindi. Qamoqqa olindi? Ha. Qamalishni rasmiy ta'rif tafsiri keyinroq yozib chiqarilar ekan. Eshitishimcha Moskvaga Turkistondagi ko'p qotillik va paranjiga kurash katta xatodir deb xat yo'llaganmish. Tasavvur qilib ko'ring. Bunday fikrlar uni miyasi qayoqdan kelgan? Jonimga tegdilaring hammalaring. Otib tashardim u. Kerak sallada. GPOda kutaman. Non pot topib kerak. Готовьте спать. Vaqtim o'qish bilan o'tyapti. Gap eshitishni, ayniqsa ustimdan kulishlarini xohlamayman. Juda charchaganman. Biram uyimga ketkim keladi. Yaqinda bizlarga ta'til berisharmish. O'shanda hammamiz bir necha kunga uyimizga borib kelishimiz mumkinmish. O'sha ta'til qachon kelarkin deb kecha-yu kunduz kutib yotibman. Oydin opa, Parixon, sizlarni shunaqa ham sog'indimki, bu dunyoda ikkovingizdan boshqa mening hech kimim qolmadi. Qarako'l bajarish gibi yana oldimizdagi vazifalarning bajarishga Marajni yoqtirmaysizmi? Mo'g'il ehtiyot qilasiz, tushunaman. Hayajonlanyapsiz-da. Nega endi? Axir olima xotiningiz shu poyezdda kelish kerak-ku, a?
Ha, to'g'ri. Xijolat bo'lmang. Siz faqat shariat qonuni bo'yicha oilalisiz. Sovet qonuniga ko'ra g'irt bo'ydoqsiz. Здравствуйте, девочки. Искандер aka? Yaxshimisiz? Talabangizni kutib olgani chiqdingizmi? Boshqa gapim bor. Bugun kechasi Maryam o'g'il ko'rdi. Uch kundan keyin Maryamni lagerga jo'natishadi. Bolani esa yetimxonaga. А мальчиков пиздят. У нее очень тяжелое состояние. Men hech nima qila olmayman. Kechirasiz. Voy amara! Mastura! Masturaxon! Maryam Fozilni ko'rganda qanday xursand bo'lardi. Siz baribir bezovtasiz. Kechirasiz. Qochirib ketibsiz, Mastura. Biroq sog'indim. Yaxshi keldingizmi? Salom, Iskandar aka. Salom. Yo'lda qiynalmadingizmi? Aresda biroz ushlanib qolganimizni aytmasa, qiynalmay yetib keldik. Oydin opa. Ha, qani ketik bo'lmasa. Nima? Mitingga qolmaysizlarmi? Uzr, juda ham charchaganman. Natalya. 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 Uyingizga keldingiz, Iskandar aka. Bugun mitingda nutqingiz har doimgidek ajoyib bo'ldi. Ha, aytgancha. Bugun kunduzi Maryam Fozilnani joni uzilibdi. Nima? Bechora. Undan keyin uni endi tug'ilgan bolasini kimdir olib ketib qopti. Siz menga bironta boshpana topib bera olmaysizmi? Mayli yotoqxonadan bo'lsa ham. Yaxshi fikr. Yordam beramiz. Keyin sizga bitta maslahat. O'z nutqlaringizda jadidlarni kamroq gapirsangiz. Keragi yo'q. Xayr. Yaxshi qoling. Искандер aka. Искандер aka. Hammasini aytganingizdek qildim. Oydin katta yordam berdi menga. Endi nima qilmoqchisiz? Bola shu yerda qoladi. O'zingizchi? Ularni tinch qo'yishlari uchun meni ketishimga to'g'ri keladi. Прошу.
Iltimos. Ulardan xabar olib turing. Да, конечно. Albatta. Спасибо вам. Rahmat sizga. Идите. Omon bo'ling. До свидания. До свидания. Xalq dushmanining o'g'li bu. Tushundingizmi? Uni qaytarib berish kerak. Bu bola Iskandar akamning o'g'illari. U biz bilan qoladi. Mastur opa, buni o'zimiz katta qilamiz. O'shanda meni otam nima deb chinqirgan ekan? Ayta olmayman. Biz bu haqda hech qachon gaplashmaganmiz. Iskandar bobom jo'nab ketdi. Uzoq yillar davomida uni ovozini radiodan eshitib turishdi. Oradan juda ko'p yillar o'tib, men bobomni bir kuni Moskva yaqinidagi partiya faxriylari uyidan topdim. Bobom bu yerda o'z tengqur hamkasblari davrasida jurnallarda chop etilgan o'tmish xotiralarini o'qib kun o'tkazar ekan, mudom o'z o'tmishdagi saodatli hayotini xayolan tasavvur qilar edi. Men Iskandar bobomni oxirgi marta ko'rgani borganimda, u yuragini yozib, xotinlari o'sha kuni vokzalda so'zlagan nutqini eshitmay ketib qolganini o'kinch bilan eslagani va uzoq yillargacha iztirob chekkani haqida gapirgan edi. Bor gap shu.